15 yoshdan o'rtacha hisobda 35 yoshgacha, 40 yoshgacha bo'lgan oraliqlar yoshlar hisoblanadi. Shular kim bo'lsa, o'sha millatning kelajagi o'sha bo'ladi. Desa, ko'rib turib ko'p holatlarda yuragim orqaga tortib ketdi deymiz-ku. Chuqur o'ylanib qolaman-da o'zim. Sabab shu yoshdagilarni yaxshi ish ustida juda kam ko'ramiz. Yomon ish ustida ko'p ko'rib qo'yapmiz. Shuni ko'rib erta o'tiyinga hali bir azaldan bir gap bor, seni kim katta qildi desa, o'lganlar katta qildi deydi. Bitta o'lamiz, shular bizni o'rnimizga chiqadi, bizni o'rnimizda qoladi. Shu millat, shu din, shu vatan shu yoshlarimizga qoladi. Bugun o'zini qadriyatini, iymon e'tiqodini arzimagan dunyoviy narsalarga alishtirib qo'yayotgan bu yoshlar ertaga bu vatan uchun, bu millat uchun, bu dini uchun turib bera oladimi degan savol. Buni saqlay oladimi? Buni sofligini saqlash bitta muammo. Buni sofligiga yomon narsalarni qo'shilmasligini oldini olish bitta muammo. Buni shunday soficha saqlab keyingi avlodga yetkazish yana bitta muammo.